Assalamu alaykum YouTube kanalını görücüler. Bugün mənə güllərimiz uyda hazır, quyaş görməyətdi. Bərikləri mənə səlsəl sarğaya deydi. Ne desənglər quyaş yetişməyənini hesabığa şundaq boladı. Həmmən uyda şunda. Şunga mən mana aspirin özümüzün aptekada satıladığan mənə aspirin degan darımız var. Şunu teglərə mənə 1 litrga bitta tabletka salınadi. Bunu issiq suvda sal eritib olish kerak. Mənə özü aylantirib tursanlar erib ketadi özləri mənə. Bir litrga bitta salınadi dag'in. Tegiga gullarni tegiga qo'yib chiqamiz uni keyin. Ham desa barglarini sariq bo'lishiga ham sariq bo'lganda yashil bo'lib o'zini tutib o'joq ketishga ham yaxshi bo'ladi. Gullarni butonlariga ham yaxshi, tez buton qilib, tez ochilib, yaxshi yordam beradi, baquvvat qiladi ildizlarini. Mana erib ketdi. Endi buni idishimizga solib, ustidan o'zimizni suvimizni qo'yamiz. Mana shunaqa qilib, mana endi qishdan chiqyapti-ku, bahor keldi mana. Xudo xolasa mana shunga shunaqa qilib gullarni tagiga qo'ysanglar bo'ladi. Ozgina-ozginadan hammasiga qo'yib chiqamiz. O'tgan videoda bu gullarimni mana bariklarini yuvib, artib, qanday nima qilishni ko'rsatdim. Mana bariklari yaltirab, bu gullarimizga ham mana tagiga hammasini qo'yib chiqamiz. Qishdan chiqishdi bu gullar mana. Endi bularga oziqa berish kerak. Yaxshilab ildizini baquvvat qilib hammasini tagiga shunaqa qilib qo'yib chiqamiz mana. Sizlarda ham gulinglar bo'lsa shunaqa qilib qo'ysanglar, juda ham yaxshi ko'karishiga yaxshi yordam beradi. Barglarning sarg'ayganlari, boshqalariga hammasiga juda ham yaxshi. Hammaga xayrli kun. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'linglar.